Assalomu alaykum. Shunchalik chiroyli koshonalarda chiroyli iftorliklar qilib berayotganlarga ming rahmat. Mas'ullarimizga, prezidentimizga birinchi o'rinda katta rahmat. Yonlarida yurgan mas'ul hokimlarga, hokimlarimizga, tumanimiz hokimiga ming rahmat. Shunchalik hurmat qilib bizga shuni to'kin dasturxon yozib berishganiga Allohga hamd sanolar aytamiz. Mana bugungi kunda tumanimizda yurtboshimizni tashabbuslari bilan viloyat hokimlari va hamda tumanimiz hokimlari boshchiliklarida chiroyli iftorlik dasturxoni yozilindi. Bunda tumanimizdagi ko'plab xalqlarimiz, xosatan tabarruk onaxonlarimiz va tabarruk yosh otaxonlarimiz va jamiyatimizdagi turli xil jabahadan vakillar, aholilarimiz ishtirok etib, chiroyli dasturxon atrofida xursandchilik iftorlik dasturxonida jamlanishib, chiroyli duo xayrlar yurtboshimiz haqlariga, viloyatimiz, tumanimizdagi olib borilayotgan barcha islohotlarda haqqiga chiroyli duo xayrlar qilindi.